Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, biz kuzatib borayotganlar. Mana xudosi kecha aytgan issiqxonamiz bugun tayyor holatda. Issiqxonamiz yo'llari ochiladi, tepalari do'kli ochiladi. Old orqasi ochiladi, tepada luklar ochiladi. Yo'llarni ochgan apparatlar o'rnatilgan. Ochilishlari o'ta yengil holatda. Virusga tushmaydi. Qiyinchilik yo'q. Oradan qo'ldan ham aylantirib qo'ysa bo'ladi. Tepalari diskida ochiladi. Boshdan oxirigacha bir xil ochilgan holatda turibdi hozir. Murojaat qilamiz, O'zbekiston bo'yicha o'rnatib tayyorlab beramiz. Narxlar kelishilgan holda sifatli. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va kommentariy yozish, podpiska olishni unutmanglar. Guruhimiz kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bundan da qiziqarli, bundan da sifatli ishlarni qo'yishda davom etamiz sizlar uchun. Xizmatlarimiz Esanga bo'yicha. Telefon raqamimiz 99 07 25 75. Murojaat qilasizlar.